Olib qo'ygan mashinalarimiz tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolisa bu mashinalarimizga chexol taqib berdik. O'rtasi setishli materialdan bo'ldi, chekalar eko ko'chadan bo'ldi. Tushishlari buni birga bir tushdi hamma yo'g'i. Bu chexolimiz donaga, optimga iloji bor. O'zimiz ishlab chiqarish narsa. Kimga qancha kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Chexolimiz orqadan tushishlari mana, orqalari ham mo'shniy kelgan hamma yo'g'i. Chaki-chakida bo'lgan, sifatli, arzon, o'zimizning sexta narsasi. Ikega yana bitta Cobalt olib qo'ygandik. Bu Cobaltimizga qilingan ishlar. Cobaltimizga universal chexol taqib berdik, yashil svetda. Chexolimizning tushishlari ham mana birga bir tushgan, hamma yo'g'ini yopgan, chaklari, ishlari, bitta xatoli joyi yo'q. O'rtasi baxmal material, tovlanadi. Yumshoq yostiqchalari bor. Tushishlar tekis tushgan, o'zini qolipida katta bo'lib, sholpillab qolmagan. Yana bu mashinamizga qilingan ishlar bar ustanovka qilib berganmiz. Ballar ham kerak bo'lsa naqlinaveradi. Kelgan ashibkalarni krokodil teridan mana qilib berganmiz. Yana bunga patologiyani avtotikal materialdan qilib berdik. Qop-qora chiqqan mana shu BYD'larda materialidan chotki kelgan hamma yo'g'i. Chaklari, tushgan joylari, hamma joyi kraskalangan. Ayrbaklarigacha olib qolingan, zavodskoy bo'lgan mana hamma yo'g'i. Stoykalariga ham mana sachilgan. Xudo xolisa o'chmaydi, ko'chmaydi. Ruchkalari ham mana chotki kelgan hamma yo'g'i. Qop-qora chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzil 59-maktab, lokatsiya bo'yicha chexol polik nomer 1. O'zimiz go'zal qilib, o'rnatib, tikib qilib beramiz. Chexollarimiz ham mana Xudo xolisa chotki kelgan.